Demak, barg organizmda o'zi umuman o'simlikda qanaqa vazifalarni bajaradi? Shunga to'xtalamiz. O'simlikda 4 ta vazifani bajaradi. Birinchisi fotosintez amalga oshiradi. O'tdik biza barg eti hujayralar, to'g'rimi? Ya'ni fotosintez qiladi. Tarkibida xlorofil pigmenti bo'ladi. Ikkinchisi transpiratsiya, ya'ni suv bo'ladi. O'tdik mana. Transpiratsiya, ya'ni suvni bo'g'itadi. Uchinchisi gaz almashinuv, ya'ni nafas olishda qatnashadi. Kislorod etib karbonatni chiqaradi deymiz. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa agar fotosintez qilsa karbonatni yutib kislorod chiqaradi. To'rtinchisi vegetatsiya ko'payish. Ya'ni qaysi o'simliklar bargdan ham ko'payadi. Tushunarli? Demak, 4 ta vazifani bajaradi. Buni ham bilishingiz shart. Hop, yozmish olaman buni. Demak, 4 ta vazifani bajargan barg. Endi barg qanaqa qismdan iborat? Barg asosan ikkita qismdan iborat. Barg bandi va barg yaprog'i. Mana bu qismi barg bandi. Mana bu qismi barg yaprog'i. Yoki biz aytamiz bir xil adabiyotlarda barg plastinkasi. Bir xil narsa. Barg bandi va barg yaprog'i asosan ikkita qismdan iborat. Endi kitobingizda bergan qo'shimcha qismlari, ya'ni bu yonbargchalar. Ko'rgansizlar mana olma va mana bu tomirlar. To'g'rimi? Barg tomirlari va yonbargcha. Demak, 4 ta qism ekan. Shunday asosan lekin ikkita barg bandi va yaproq. Demak, bundan tashqari tomir va yonbarg bor. Tushundingizmi? Endi shu joyda tomirlanishni o'tib ketaylik. Tomirlanish ikki xil bo'ladi. Agar barg ikki urug' pallali o'simlikniki bo'lsa, patsimon yoki panjasimon bo'ladi. Agar ikki urug' pallali bo'lsa, demak, patsimon, panjasimon yoki aytamiz biz to'rsimon. To'g'rimi? Bu shu o'simliklar. Buni o'tamiz. Agar o'simlik bir urug' pallali bo'lsa, mana bu parallel bu yoki boshqa yo'sin. Demak, bir urug' pallali bo'lsa parallel yoki yo'sin. Tushunarli? Tushundingizmi? Demak, bir urug' ikki urug' parallelda patsimon, panjasimon yoki patsimon yoki to'rsimon deyish mumkin bir xil. Ikki urug' parallel, ikki urug' parallel. Bir urug' parallel yoki yo'sin. Tushunarli? Eslab qoling. O'simlikni bir urug' pallali va ikki urug' pallali qismga ajratishda asosiy mezon bu barg. Ildizini bunday ko'tarib biz hopni o'qmi deb ayta olmaymiz. Qoyasiga qarab yog'ochlangan deya olmaymiz. Chunki ba'zi bir urug' pallalilar yog'ochlashmagan. Ba'zi bir urug' pallali yog'ochlashgan. Ba'zi bir ikki urug' pallalilar yog'ochlashmagan, ba'zi bir ikki urug' pallali yog'ochlashgan. Yoki urug'ni urib chiqishini kuta olmaymiz. Ikkita urug' pallali bilan chiqishadimi yoki bitta bilan chiqadimi? To'g'rimi? Demak, yoki gulni surishini har doim tushuna olmaymiz. Shuning uchun bargiga qaraymiz. Barg tomirlanishi agar patsimon, panjasimon bo'lsa, demak, bir urug' ikki urug' pallali. Agar parallel yo'simon bo'lsa, bir urug' pallali. Tushunarli? Demak, mana shu. Endi undan tashqari bandiga qarab ajratish mumkin. Bir urug' ikki urug' pallalilar odatda bandli barg hosil qiladi. Bir urug' pallali odatda bandsiz hosil qiladi. Tushunarli? Lolani ko'rgansiz. Bir urug' pallali lolani pastdan chiqgan bo'ladi barg. Qo'yadi. Tushunarli? Yoki bo'lmasa olmani ko'rgan bo'lsak, mana bargi bo'ladi, bandi bo'ladi. Bandli, bandsiz. Endi bir ikkita istisno holatlar bor, ularni ko'rib ketamiz. Tushunarli? Demak, odatda bandli, bandsiz barg hosil qiladi. Shuning uchun aytdim. Bitta yodlab o'tirmaylik. Tushundingizmi? Mana shu tuzilish. Endi bargni ko'rishimiz kerak, oddiy va murakkab barglar. Bu bargning tuzilishi har qanaqa barg shunaqa tuzilgan bo'ladi. Endi bargning joylashuvi farqli bo'ladi. Barg bandida joylashuv, nodida emas. Agar bitta barg bandida bitta barg yaprog'i joylashsa, bu oddiy barg. Eslab qoling. Agar bitta barg bandida bitta barg yaprog'i joylashsa, bu oddiy barg. Tushundingizmi? Demak, agar bitta barg bandida bir nechta barglar bandi bilan joylashsa, u murakkab barg. Eslab qo'ying. Bir nechta barglar bandi bilan joylashsa. Tushunarli? Tushundingizmi? Demak, bu murakkab barg ekan. Tushundikmi?
bir nechta barglar bandi bilan joylashtiriladi. Tushundingizmi? Demak, mana shu murakkablar. Endi oddiy barglar yaprog'ining tuzilishiga ko'ra uchga bo'linadi. Panjasimon, patsimon, uch bo'lakli. Eslab qoling, uch bargchali emas. Uch bo'lakli to'polon. Panjasimon bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Ko'rgansiz. Shuni. To'g'ri, shunaqa bo'ladi. Panjasimon. Balasi panja bu qo'l. Patsimon bo'lishi mumkin. Emanniki masalan. To'g'rimi? Lekin mana bu bo'ladi. Bir xil emanniki yomon bo'ladi. Ben yomg'ir to'kiladi-yu. Demak, uch bo'lakli bo'lishi mumkin. Qaysiniki bu? Sevarga. Bayroqni ko'rmagansiz? Roza, to'g'rimi? Mana bitta keyin nima bo'ladi? Ko'rmagansiz? Demak, uch bo'lakli maktabda yaxshi o'qish kerak. Hop, roza ekan. Tushunarli? Demak, panjasimon bo'lishi mumkin ekan. Patsimon bo'lishi mumkin ekan va uch bo'lakli bo'lishi mumkin. Uch bo'lakli, siz aytgan sevarga uch bo'lakli kirmaydi. Uch bargchali kiradi. Demak, bular oddiy barg. Tushunarli? Endi undan tashqari bizda oddiy barglar bor. Qaysilar edi? Olma, Not. O'rik. olma, o'rik, non, shaftoli, tut, tol, terak, yantoq, g'o'za, rog'och. va Gilos. majnuntol, Gilos. qayravoch, gilos, majnuntol. Yodlaganda qanaqa aytasiz? Olma, o'rik, non, shaftoli, tut, tol, terak, yantoq, g'o'za, rog'och, gilos, qayravoch, majnuntol. Tushunarli? Olma, o'rik, non, eslab qoling. Shaftoli, tut, tol, terak, g'o'za, terak bor nima? Hop, demak, eslab qoling. Olma, o'rik, non, shaftoli, tut, tol, g'o'za, terak, yantoq, qayravoch, gilos, rog'och, gilos, nima? Rog'och, gilos, qayravoch, majnuntol. Shunaqa ketma-ket yodlang. Olma, o'rik, non, shaftoli, tut, tol, g'o'za, terak, yantoq, rog'och, gilos, qayravoch, majnuntol. Tushunarli? Demak, olma, o'rik, non, shaftoli, tut, tol, g'o'za, terak, yantoq, rog'och, gilos, qayravoch, majnuntol. Yantoqqa e'tibor bering, oddiy barg hosil bo'ladi. Tushunarli? Hop, demak, bu oddiy barg. Endi murakkab barglar. Murakkab barglar ham yaprog'ini tuzishiga ko'ra bir nechta turlarga bo'linadi. Ya'ni murakkab panjasimon bo'lishi mumkin. Murakkab tog' patsimon bo'lishi mumkin. Murakkab juft patsimon bo'lishi mumkin. Va murakkab uch bargchali bo'lishi mumkin. Tushunarli? Panjasimonga kiradi soxta kashtan. Yong'oq, namatak, shirinbuya. Tushunarli? Demak, panjasimonga soxta kashtan kiradi. Boy besh yaproqli paxtasiz, atrigu, namatak deganlar bor. Ularni keyin sekin-sekin qo'shamiz. Tushunarli? Birdaniga yozib bermadim shuning uchun. Demak, juft patsimonga, murakkab panjasimonga soxta kashtan kiradi. Oddiy panjasimonga bunaqada chinor. Bundan tashqari keyingi darsda o'tamiz. Tok ham oddiy panjasimon. Tushunarlimi? Demak, tokni bargini ham ko'rgansiz. Shunga o'xshaydi. Hop. Murakkab juft patsimon bir dona o'simlik bizda hozircha bu yer yong'oq. To'g'rimi? Murakkab tog' patsimon hozircha bizda shirinbuya. Hop, qanaqa bo'ladi? Mana bu tog' patsimon. Mana 5 ta bargi bor yoki 7 ta bo'ladi, bilasiz. Masalan, yong'oqda 7 ta bo'ladi. Yong'oq ham tog' patsimon. Bularda qanaqa bo'ladi? Juft patsimon. Tushunarli? Murakkab 3 parchali bo'lsa qaysi edi? Sevarga, beda, sevarga, loviya, mosh, qulupnay. Tushunarli? Beda, sevarga, loviya, mosh, qulupnay. Qaysi ekan? Beda, sevarga, loviya, mosh, qulupnay.
bular 3 bargchali. Tushundingizmi? Demak, 3 bargchali murakkab ekan. Mana shu. Tushundikmi? Endi tog' patsimon bo'lishi mumkin, lekin tog' bargi o'rni o'zgarib tog' bargi o'rni o'zgarib gajik hosilgan bo'lishi. No'xat bilan burchoq. Tushunarli? Uzundan shunaqa qiladi. Yo'q, u bargdan hosil bo'lmagan ungacha. Novdan hosil bo'lgan. O'tamiz. Tushunarli? Demak, tog' patsimon o'zi aslida murakkab ularning ham bargi, lekin tog' barglarining o'rni gajik hosil bo'lgan. Tushundingizmi? Demak, no'xat bilan burchoqda